onamlar bilan ko'ruvdinglar. Yaqinda Normstrom degan video oluvdik. Sizlarga juda ham yoqdi. Endi o'zimni birinchi onamlar bilan shunaqa video olishga qaror qildim. Bular meni tuqqan onamlar, ular meni boqqan onamlar. Xo'p, endi keling sizlarga savollar beramiz. Bola birinchi uchrashuvga qizni tuzukroq kafe, restoranga emas deb parkka chaqirsa bo'ladi. nima bo'ladi? Maza qilib aylanadi. Birinchi qornini to'yg'izadi, keyin maza qilib aylanishadi. Qorni to'yg'ish uchun parkda nima yeydi? Xuddi yeydi. Yeydi. Oh my God! Parkdami? Yo, ona qarang, men o'sha meni bola chaqirsa misol uchun parkda-da, o'sha yerda uchrashaylik desa, shunaqa bolaga erga berarmidingiz? Park bo'lmaydi, o'shada bo'lmaydi. Menga ham strom bu, xo'p. Qiz boladan birinchi uchrashuvda necha pul topasiz deb so'rashi normmi yoki bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Nima? Necha pul topishini обязательно отчет berish kerakmi? Hali birga turmushga chiqmagan bo'lsa, uylanmagan bo'lsa, sразу qancha oylik olasiz, nima qilasiz, deyishi to'g'ri kelmaydi. Nice. Okay. Birinchi uchrashuvda qiz aytsa bolaga, tipi, men chet elga har oy sayohat qilamiz desa, bu normmi yoki bo'lmaydimi? Norm bo'ladi. Maza-yu, chet elda dam olib anaqa kelish o'shada hayotda hammaga ham berilmaydi. Da. Если anaqa bo'lsa, tipi u aytsa, uyimizda domraботница bo'ladi, o'sha tozalikda har doim hamma yoni deb aytsa qiz bolaga birinchi uchrashuvda normmi yoki strom? Nima? Mumkin emas bunaqa. Uyda xizmatkorim bor, unaqa. Endi demoqchiki, kuyovga ham uyda xizmatkor oling, men ham ishni eplolmayman, davomida bo'lmaydi. Nima? Chunki xizmatkor bo'lsa, kelin dangasib qoladi. O'shaning uchun odam bo'lish kerak. Kelin ishi ko'p bo'lsa-chi, menga o'xshagan bo'lsa-chi. Kelinni ko'p ishi bo'lsa, endi можно. Можно-da? Можно. Bir suvchi bo'lmaydi. Yo'q, bir suvchi bo'lmaydi. Xo'p. Kasal bo'lsa, onasinikiga jo'natib yuborish. Kasal bo'lsa, onasiga jo'natib yuborish это вообще noto'g'ri narsa. Chunki kelin qilib oldimi, oxirida tuzatib, boshqa qilib, qaynona qarash kerak-da, baribir. Kelinga yordam berish kerak. Here I come. O'shada faqat tuzuv payti kerak, kasal payti kechirasiz. Onasinikiga yuborish bu noto'g'ri narsa. Da. Kelinni institutdagi kontraktlari bo'lsa-da, uni kelinni ota-onasi to'lasa. Norm yoki strom? Strom. Yaxshi emas bu. Chunki tushgan joyi oxirigacha to'lash kerak, qilish kerak. Kelinlar 6 da ertalab turishi. To'g'ri. Hell no! Voy. Qizingiz 6 da turmaydi. Turmaysan, lekin kelin turish kerak 6 da. Hovlilarni supurish kerak, ko'chalarni supurish kerak, suvni sepish kerak, kuyov bilan birga. Kuyov anaqa turib yordam berish kerak, tozalash, supurishlarga, ichida suv sepib turish kerak, kelinga yordam bo'lish kerak. Bu anaqa, bu bor narsa. Bu hayotda bor narsa-da bu. Buni lazzati, buni ощущенияsi